Dvorniy bachogimizni ichidagi suv yaxlab qolganning hisobiga laboyiga sepadigan motorchi ham yaxlab qolib, ko'proq ishlatadigan bo'lsanglar, predохранитель uzib yuboradi. Hozir sizlarga 3 ta mashinani ichidagi predохранительni almashtirishni ko'rsatib qo'yamiz. Birinchi bo'lib, Cobalt mashinamizni predохранитель blokini ochamiz, tilini bosamiz, tepaga ochiladi. Ochganingizdan keyin shu relayni yonma-yon turgan 3 ta predохранительni o'rtasidagi 10-predохранитель bo'ladi. Shu predохранительni almashtirib yuborasizlar. Mana tepa tarafda turgan predохранительlar bular hammasi zapas predохранительlar. Mana shulardan soniga qarab olib almashtirib yuborasizlar. Nexus mashinalarimizda tapetkaning yonida predохранитель turadigan joyi bo'ladi. Shuni ochasizlar va orqasida mana yozig'i bo'ladi. Yozig'ini ko'rsanglar, o'ng tarafdan oxiridan ikkinchi spasga Viper degan yozuv bo'ladi. Shuni almashtirib yuborasizlar. Spark mashinalarimizda predохранитель blokini tilini bosamiz, ochib olamiz. Hop, buni ham maxsus chiqaradigan shu pinseti bor. Hop, bu yerda mana shu predохранитель bo'ladi buniki.